Biz Bekobod qishlog'i 36-maktabdan tashrif buyurdik. Qo'qon tumani 24-maktabdan keldik, Karmak qishlog'idan. Biz 9 ta o'quvchi bilan keldik. O'zim o'qituvchiman. Biz Shunqor qishlog'idan keldik. Kattayangi qishlog'idan keldik. Matematika hamda ingliz tillariga juda ham qiziqadi. Matematika, ingliz tili, ona tili shunaqa fanlarga ham qiziq. Matematika, ingliz tili yo'nalishi bo'yicha o'qiydi, ta'lim oladi. Matematika, ingliz tili fanlariga qiziqqanligi sababli keldim. O'quvchilarimiz 5-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar. Tayyorgarliklar juda yaxshi. Bu maktabda ochilishlari ham juda chiroyli ochilibdi. Farzandlarimizga hammasiga omad tilaymiz. Organizatsiya tashkillanishi juda ham yaxshi. Kirib kelishdan atmosfera bir boshqacha tashkillangan. Yaxshi ko'rinishda. Sharoitlar ham o'zgacha. Hammalariga rahmat. Albatta yaxshi natijalar kutyapmiz. O'quvchilarimiz o'zlari to'garaklariga borib yurishdi, matematika to'garaklariga, ingliz tili to'garaklariga borib yurishgandi. Mana shu qatnashchilarimizga faqat omad tilaymiz. Shu maktabga o'quvchilarga hammasiga muvaffaqiyatlar tilayman.